bizani shunday yaratdi, biz hech kimga o'zimizni solishtirishga haqqimiz yo'q. Bo'yizmi, tanizmi, ko'rinishingizmi, hamma joyiz, siz originalsiz. Bo'ldi. Alloh sizni shunday yaratdi, siz shunday bo'lishga tayyorsiz, loyiqsiz, behikmat yaratilmadingiz. Mana shuni qabul qilish. Sana bormasizlar, shukr qilish va borishicha qabul qilish. O'zingizni borishicha qabul qilish. Masimizman, falonchi ozg'in, falonchi menda 2 kilo ozg'in ekan, falonchi 10 kilo semiz ekan. Yo'q. Agarda siz birinchi bo'lib to'g'ri o'zingizni sevib, taningizni sal o'zingizga yordam berib, o'zgarish xohlasangiz, o'zgarishga harakat qiling. Chiroyli bo'lishga haqqingiz bor. Lekin o'zingizni yerga urib, "Men semizman, ko'rdingmi? Ana bugun chiroyli bo'lib ketdi, sen shunaqa bo'lolmading" deb yerga urib turibmas-da. Avval qabul qilib olamiz o'zimizni. Borimizcha qabul qilib olamiz, sevib olamiz, shu turishimizni sevib olamiz. Men barnoq shu holatimni yaxshi ko'raman. Masalan, meni erimga meni aynan shu figuram yoqadi. Deb o'ziga shunday qabul qiladi-da, undan keyin nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'ylab ko'radi. Avval yomon ko'rib olib, keyin emas. Davaychi o'zgarib ko'ramizmi? Ongi bilan kelishadi. O'zgarib ko'ramizmi? Mana bu misol o'zgartirishimiz mumkin. Yo sochimizni boshqacha qilishimiz yoki figuramizni kelishamizmi? Agar ongingiz xo'p desa, kelishsa, nima deydi? Hamkorlikda o'zgarishingiz kerak. Majburlab, ana bugun ham uxlab qolding, fitnessga chiqmading, sen qanaqasan deb tepib emas. Voy, bugun uxlab qoldingmi? Mayli, bugun senga uxlash yoqqan. Demak, sen hozir bu figurangni o'zgartirmoqchi emassan. Demak, sen tanlovingni qabul qilaman. Mana shundoq qilib ong bilan kelishganingizda, ong sizga yo'l beradi. Bo'lmasa, u ham injiq turib oladi.